Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik triller Yulanning yashirin hayoti filmi haqida aytib beramiz. Filmda oddiy oiladan chiqqan yosh qiz o'z chiroyi va tanasi orqali qirolichaga aylanib, ko'plab shahzodalari bilan birga yotadi. Voqealar rivojini albatta filmning oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Video boshlanishidan oldin eslatib o'taman, agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, izohlarda fikr qoldirishni unutmang. Film nomini esa opisaniyada yoki izohlarda topasiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Film Yulan ismli yosh qiz saroyga kelishi bilan boshlanadi. Bu davlatda yosh va chiroyli qizlar imperator uchun o'ynash yoki xotinlikka saroyga keltirilib, tarbiyalanadi. Lekin bu yerda Yulan faqat o'zi emasdi. U bilan birga boshqa qizlar ham saroyga keltiriladi. Lekin yetib kelganlarida Yulan tasodifan aravadan yiqilib tushadi. Qolgan qizlar esa uni mazax qilib ustidan kulishadi. Aynan shu vaqtda imperator kelib, qizni turishiga yordam beradi va qizning ismini eslab qoladi. Kechkirgach, Yulan nihoyat saroyga joylashib, mushugi bilan hayol surib o'tirardi. Lekin shu payt bir xizmatkor kelib, ertalabki yiqilish tufayli imperator qizni eslab qolganligi sababli uni huzuriga chaqirtirganini aytadi. Yulan o'zini chiroyli ko'rsatishga urinadi, ammo xizmatkor unga saroy odatiga ko'ra ayollar imperator bilan uchrashish uchun yalang'och holda va gilamga o'ralgan holda borishi kerak deydi. Bu vaqtda esa imperatorning kayfiyati buzilgan edi, chunki saroy maslahatchilari Britaniya va Fransiyaga qarshi qo'shimcha askar jo'natishni talab qilishmoqda. Shunda imperator jahl ustida Yulanga tashlanib, alamini qizdan oladi va ko'proq askar kerakmi? Mana senga bir necha milliardlik kuch degan ma'noda qizga o'zining urug'larini hadya etadi, lekin hech qanday avlod qoldirmaslikni buyuradi, ya'ni homilador bo'lishni taqiqlaydi. Hech qanday o'ziga xos yaqinlik yoki mehr bo'lmagan bu aloqadan keyin imperator ham, Yulan ham bu kechadan hech qanday zavq ola olmaydi. Natijada Yulan tez orada e'tibordan chetda qoladi. Keyin esa qiz mushugini topib dardlashmoqchi bo'ladi. Ammo uning raqiblari mushugini pishirib yeb qo'yishganini bilib, yuragi yanada eziladi. Qiz saroy hovlisida o'ylanib o'tirganida boshqa bir saroy xonimi kelib, uni ustidan kuladi. Yulan ancha bosiq va janjaldan yiroq edi, lekin qizning masxara qilishiga jim qarab tura olmaydi va soch taqmog'ini olib, o'sha qizga hujum qilib, uni o'ldirib qo'yadi. Shu payt gubernator paydo bo'ladi. Keyin esa saroy xizmatchilaridan biri Yulan xizmatkor qizga bu voqeani hech kimga aytmaslikni iltimos qiladi. Xizmatkor esa hech kimga aytmaslikka va'da beradi. Lekin gubernator qizga ishonmay, uni o'ldiradi va Yulanga ko'p gapiradigan til eng xavfli quroldir. Agar yuraging toshdek qattiq bo'lmasa, imperatorning e'tiboriga sazovor bo'la olmaysan. Shunday ekan, iloji boricha chiroyli tobut tanlab qo'y deydi. Gubernatorning bu so'zlari Yulanni larzaga soladi. Shu bilan birga ko'zini ham ochadi. Ketish oldidan erkak Yulanga o'zining maxsus javohirini berib, agar muammoga duch kelsang, men bilan bog'lan deydi. Keyin Yulan imperatorning muhabbatini qozonish uchun katta reja tuzadi. Oila a'zolarimni ko'rgani boraman degan bahona bilan 7 kunlik ta'til oladi. Aslida esa Yulian 2 nafar tajribali fohishani topib, erkaklarni qanday qilib jalb qilish sirlarini o'rganadi. Fohishalar unga maftunkorlik ilmi, ruhiy yengish usullari, ayollarga xos nozik texnikalarni 7 kunlik tezlashtirilgan kursda o'rgatadi. Nihoyat oradan 7 kun o'tdi. Yulian endi oldingidek sodda qiz emas. U mutlaqo o'zgarib, haqiqiy qudratli ayolga aylandi. Qiz saroyga qaytib, imperatorni avray boshlaydi. Qizning qiliqlari imperatorni butkul aqldan ozdiradi. Tashqarida diniy marosim davom etayotgan bo'lsa-da, ichkarida ular bog'da gul ochgan edi. Shundan so'ng Yulan saroyni o'z uyi kabi his qilishni boshlaydi. U va imperator birga bo'lishda davom etishadi va tez orada Yulan homilador bo'lib, imperatorga o'g'il tug'adi. Bu esa Yulian uchun kuchli siyosiy karta edi. Shu orqali Yulan oddiy xonimdan ko'tarilib, saroy malikasi, deyarli imperatrisa darajasiga chiqadi. Tunlardan birida imperator uxlab yotganida, Yulan imperatorning libosini kiyib ko'radi. Bu holatni ko'rib uyg'ongan imperator, "Sen meni o'rnimni ko'zlayapsanmi?" deb jahl qiladi. Lekin imperator o'zining ahvoli yomonlashayotganini tushunardi va o'limidan keyin Yulan farzandi orqali hokimiyatni egallaydi va oddiy malikani, ya'ni uning singlisiga xavf tug'diradi degan xayolga boradi. Shunda shahzoda ikki tomonlama yechim topadi. O'g'lini voris qilib tayinlaydi, lekin malikaga, ya'ni singlisiga maxfiy farmon beradi. Kim sizga hurmatsizlik qilsa, bu farmon orqali uni o'ldirish huquqiga egasiz deydi. Yosh vorisga va malikaga bo'ysunish nafaqat Yulian, balki butun saroyga ogohlantirish edi. Nihoyat o'sha kun keldi.
ya'ni shahzoda vafot etdi. Shahzoda o'lgan zahoti 8 nafar katta amaldorlar Yulan bilan o'g'lini va boshqa qarindoshlarini uy qamog'iga olishadi. Bir kuni Yulan ishonchli xizmatkori Anzini chaqirib, qo'lini sindiradi. Keyin qo'lini gipslab, gips ichiga maxfiy xatni yashirib, gubernatorni yordamga chaqirish uchun jo'natadi. Gubernator xatni olgach, iltimosini rad eta olmaydi. Lekin amaldorlar gubernatorni Yulanga yaqinlashishni istashmasdi. Ammo u dafn marosimi uchun kelganini aytib, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ladi. Nihoyat gubernator Yulan bilan uchrashdi va qiz uni darhol xonasiga taklif qilib, uni aqldan ozira boshlaydi. Gubernator ham o'zini tiya olmaydi va bo'lajak imperatrisa bilan jang qiladi. Bu paytda esa imperator dafn qilinmoqda. Tashqarida esa urush ketmoqda. Gubernator o'zining pozitsiyasidan foydalanib, 8 nafar amaldorni jazolab, ularni lavozimidan chetlatadi. Keyin esa Yulian uni birinchi darajali shahzoda deb e'lon qiladi. Keyin saroyni ikkiga bo'lib, siyosatni o'zi boshqara boshlaydi. Shu bilan birga Yulian o'ziga yomon munosabatda bo'lgan odamlar bilan hisob-kitob qiladi. Eng birinchi navbatda mushugini o'ldirgan qizni tiriklayin olovli qozonga soladi. Hammasi bilan hisob-kitob tugagan bo'lsa-da, Yulian hanuz qoniqmaydi. U mukammal hokimiyatni xohlaydi. Kim bilandir bo'lishni emas. Buning yechimi imperator vafotidan oldin qoldirgan farmonni yo'q qilish. U farmon hali ham oddiy malikaning qo'lida edi. Yulian esa farmonni yo'q qilishni istaydi, ammo buni ochiq qila olmaydi. Balki o'zini mehribon qilib ko'rsatib, kichik malika kasal bo'lganida Yulian o'z sonini kesib, dori sifatida berib, kichik malikaga bo'lgan sadoqatini namoyish qiladi. Ammo Yulian bu doriga zahar ham qo'shib qo'ygan edi. Bu qurbonlikni ko'rgan oddiy malika ko'z yoshlari bilan unga ishonadi. Yulian esa yengilgina o'sha farmonni eslatadi. Shunda malika hech qanday yomon niyati bo'lmagani uchun farmonni Yulian ko'z o'ngida yoqib yuboradi. Keyin esa dorini ichib vafot etadi. Endi hech kim Yulianni to'xtata olmaydi. U haqiqiy imperatrisaga aylandi va unga qarshi chiqqan barcha amaldorlarni yo'q qiladi. Film esa shu yerda tugaydi. Do'stlar, filmni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Do'stlar, film uchun sizdan pul so'ramayman. Shunchaki like bosishingizni so'rayman. Agar like bosmasangiz ham, filmni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat aytaman. Keyingi sharhlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Va albatta, keyingi kino sharhlarimiz qaysi janrda bo'lishini istasangiz, shuni yozib qoldiring.